Bu xalqning puli. Sababi davlat aytdi-ku, xalqning ustiga qurilgan siyosiy uskunma. Uning puli xalqdan olinadi. Xalqning puliga bunchalik katta apparatni shakllantirish yuqori soliq yukiga olib keladi. Biz soliq yukini kamaytirishimiz uchun ham hukumatni, umuman davlat apparatini ham eniga, ham bo'yiga qisqartirishimiz kerak. Bu narsaga hozirgi raqamlashgan texnologiyalar, raqamlashgan hayot imkon ham beradi. Tadbirkorlik subyektlari foyda ko'proq olish uchun kamroq soliq to'lash kerak. Demak, soliq yukini kamaytirish uchun biz byudjet xarajatlarini kamaytirishimiz kerak. Byudjet xarajatlarini biz institutlarni, maktablarni, meditsinani emas, hukumatni qisqartirish hisobiga ekonom qilishimiz kerak. Birinchidan. Endi ikkinchi samarasi korrupsiya kamayadi. Sababi bular emas rahbarlar dedim. Rahbar qanchalik ko'p bo'lsa, korrupsion omil shunchalik ko'p bo'ladi. Ya'ni imkoniyat ko'p. Unga hech kim kafolat bermaydi. Mana bu rahbar, mana eshitibmiz-ku, u rahbar palon bilan tushdi, bu rahbar palon bilan tushdi, hokimi pomoshniki palon dollar bilan tushdi. Demak, mana ko'rib turibmiz-ku. Yoki bo'lmasam byudjetning pulini bo'lsa-bo'lmasaga sarflash. Mana uchinchi omili. Qancha ko'p davlat korxonasi bo'lsa, davlat tashkiloti bo'lsa, organlari bo'lsa, qancha ko'p rahbar bo'lsa, shuncha ko'p rasxod bo'ladi. Nimanda sotib oladi, u sotib olgan narsa real hayotga nisbatan qimmat bo'ladi. Masalan, 10 ming so'mlik somsani 100 ming so'mga olamiz. To'g'rimi? 200 ming so'mlik obyektni 1 million 400 ga aylantiramiz, 2 million 400 ga aylantiramiz hokazo. Sovg'alar beramiz. Sovg'alar beramiz. Mana suvenirlar 7 million, 10 millionlab suvenir emas, 700 ming so'm turadimi, yo'qmi? Yoki bo'lmasam arzimagan programmani milliard so'mga sotib olamiz, ko'ryapsiz? Sababi uning uchun u davlatning puli, uni yeb qolish kerak-da u. Lekin o'sha davlatning puli qayerdan kelyapti? Men kimga zarar beryapman? Uni tushunishni ham xohlamaydi. Tushunadigan odam bu ishni qilmaydi ham. Uni dunyoviy bilimi bo'lganda ham, diniy bilimi bo'lgan odam ham bu ishni qilmaydi. Lekin shuni tushunmaganligi uchun qiladi shu narsani. Lekin shuni biz qachon san qilma, biz korrupsiyaga qarshimiz deb o'tirgandan ko'ra, o'zini qisqartirib qo'ya qolgan yaxshi. Qisqartirsak hamma tomonlama yutamiz. Aniq qilmaydi. Aniq. Sabab yo'q-da o'zi bu. Misol uchun 14 ta hokimning o'rniga 7 ta hokim tasavvur qiling. 200 ta rayon hokimining o'rniga 60 ta hokim. O'zi biz korrupsion omilni shuncha foizga kamaytiryapmiz. Yoki 30 ta vazir yoki qo'mita yoki inspeksiya rahbarlari, agentlik rahbarlarining o'rniga 10 ta deylik, tasavvur qiling. Mana o'zi biz